Do'stlar, bugungi videoda biz siz bilmagan top 6 ta faktga o'tamiz. Unda biz boshladik. Boshladikmi? Siz buni bilarmidingiz? Agar siz mana bu narsaga suv quyib, bu masalan mana shu yerda endi men qo'yib, mana shu yerga endi men qo'ysangiz mana bunday bo'ladi. Agar siz uni bir minut to'xtatdingiz. Mana qarang, men tushganda hech nima bo'lmadi. Mana bu yerni shunday qilib suv bilan olaman. Endi qarang. Mana qarang, mana bu yerda mana bu yerga tushdi, olmadi. Men tegib yubordimda. Ikkinchisini ham mayli. Keyingi faktga o'tamiz. Siz buni bilarmidingiz? Qo'yga mayli buni tegmaymiz. Mayli mana qo'yga Minecraftda har xil ranglarni qo'shib bo'lishi. Mana qarang. Mana buni yashil qilsak bo'ladi. Nimagadir kirib ketdi. Qaranglar, mana bunga boshlasak, mana qarang. Mana buncha qarang. Ular kichkinalarga ham o'xshaydi. Mana mana qarang. Mana shunday qilib eng qiziqini ko'rsataymi sizlarga? Hozir mana bularni ko'rsataman. Bu oq qo'ygandan keyin qaranglar, mana bu pushti qo'y, ha? Bu oq qo'ygan bo'ladi. Mana siz do'stingizni loq qilsangiz ular mana bunday qilib sizga pushti rang kerak. Mana pushti rang. Mana shu pushti rangni olasiz va do'stingizni aldashni zo'r yo'li qarang. Mana shunday qilasizda, mana noyob nima edi? Noyob qo'y. Bor edi-ku. Shunday qo'y, mana kichkinasi ham bor, kattasi ham bor. Mana shunday qilasizlar. Mana bu noyob qo'y. Mana shunday qilib bilib olishingiz mumkin noyob qo'yni. Keyin esa hech kim bilmaydi ham. Mana qarang. Mana keyingi faktga o'tsak. Keyingisida nimaga bunday narsalarni olib olgansiz desangiz, bularga e'tibor bermang. Nimaga desangiz, mana qaranglar, mana bu masalan mana bu sandiqlarni olib mana shunday olib, unda masalan siz survivalda mana shu yerga tushsangiz, mana shu yerga debman, mana shu yerga tushsangiz omon qilasiz. Hozir bizni ko'rsataman. To'xtang, mana bu yerni yoqib qo'ying. Mana qarang. Mana shu yoqda bittagina nozikkina suv bor. Hozir biz buni kattalashtirib chiqamiz. Mana men survivalga ham o'tib oldim. Mana bu yerdagi hech narsani ishlatmay hozir sizlarga ko'rsataman. Sekingina qarang. Mana men juda ham kichkina suv, lekin bu to'rda ham o'xshashi mumkin. Qaranglar, mana endi qaranglar. Hozir to'rda ham o'xshashini ko'rsataman. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Mana men mana shunda ham o'tib oldim. Hozir siz bilasiz qanday bo'lishini. Mana qaranglar, boshqa bloglarda ham o'xshaydi. O'zlaringiz qilib ko'rganlaringiz yaxshi. Keyingi life hackga o'tsak. Keyingi life hackda nimaga bunday suv nima? To'xtang, mana bu yerda ham rang olaylik.
suv va har xil ranglar oldingiz deb aytsangiz, ularni mana buni uchun oldim. U juda ham zo'r. Qaranglar, mana bu qancha lifehack edi. Mayli. Qaranglar mana. 3-chi lifehackimiz, bu esa 4-chi lifehackimiz. 4-chi lifehackimiz. Ekan mana qaranglar, juda ham zo'r. Endi 4-chi lifehackga o'tsak, 4-chi lifehackimizda aytaman, 4-chi lifehackga o'taylik. 4-chi lifehackga esa mana bunday ana unday bo'lsa, mana shunday qilish mumkin. Endi bular unday emas desanglar, adashasizlar. Birinchi to'g'rilab ol. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek shunday asliqalar. Ularni boshqa rangga ham bo'yashingiz mumkin. Mana shunday qilsanglar ham bo'ladi. Eng qizig'i bularni oltga ham qo'ysa bo'ladi. Lekin sizga mana bunday narsa kerak. Mana ko'rdinglarmi? Endi eng oxirgi lifehackga o'tamiz. 6-chi lifehack. 6-chi lifehack ham kelib oldik. Mana 6-chi lifehackda sizlarga lift o'rnini bosadigan narsani ko'rsataman. Mana shu yerda bittagina masalan blok olamiz. Mana masalan qaysi blok olsam ekan? Qaysi blok? Mayli, mana bu sariq. Yo'q. Mana blokni olamiz. Qaranglar, mana bunday qilamiz. Va uni ham buyoqroqqa qo'yamiz. Sizlar juda ham katta qilishlaringiz ham mumkin. Mana bunday qilamiz, qaranglar. Mana shu yoqqa suv quyib qo'yasizlar. Mana qaranglar. Anonga o'xshaydi. Bu oxirgi lifehackimiz. Mana qaranglar. Mana shu yerda lift foydalanishingiz mumkin. Uni seriallarda qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerdagi suvni yopib qo'yishingiz kerak. Mana shunday qilasizlar. Va qaranglar, lift tayyor. Mana unda lift ko'rdinglarmi? Mana shu lift o'taydi sizlarga. Bu yerda nimaga bu yerda to'xtachanlar bor desam, obuna bo'l. Biz 100 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Rosta ham do'stlar, obuna bo'ling. Biz 100 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Agar siz 100 mingta obunachi bo'lsangiz, men bitta videomdagi TNT'larni sonini ko'paytirishim mumkin. Hozirchalik 37 ta obunachi. Men va'damda turaman. Unda xayr, sizlar bilan modlar kanal, lekin hozirchalik ana Minecraftda olmayapman. Mayli, mana shu 100 mingta bo'lsak, ana yangi Minecraftda o'ynayman. Unda xayr.